hammaga salom bolalar. Bugun voice parking. Bolalar o'tgan qismini ko'rmagan bo'lsangiz o'tib ko'rib olinglar. O'tgan qismda yangi ish topdim dedim. Mana shu ish. Bu semya, короче, men kuryerman. Lekin noqonuniy kuryer. Shunaqa hozir bizda narsalarni olib borib tashlab kelamiz. Bu yerda oyligi ham ko'p. Bu lekin xavfli ish. Oyligi ko'p, yaxshi-da. Bu Jiguli hozir sizlarga ko'rsataman. Bu Jiguli Rossiyadan kelgan. Shuning uchun yangi Jiguli bu. Bizda yangi boshlangan ishlar. Shuning uchun mana nomerlar ruscha, ma'lumot sal qaralgan ekan. Mayli, hech nima qilmaydi. Shu mashina menga berishdi. Biza semya yangi boshlaganda, shuning uchun hozir 2 ta 3 ta ishchi bor bizda. Kuryerlar bor. Bizdan xo'jayinimiz bizga zakazlarni, lokatsiyalarni berib turadi. Biz olib borib tashlab kelamiz. Menda ham lokatsiya bor, o'sha yerga olib borishim kerak. Hamma yaxshimi? O'zinglar yaxshimisizlar? Ovozimga yaxshi tushunasizlar, sal bo'g'ilyapman. Shuning uchun kanalda kamroq video chiqyapti. Endi vaqtga qarab ideya topib video qilamiz-da. Shuning uchun bu Rossiyadan kelgan, lekin vashshi tez yuguradi. Bu vashshi mana bosishini ko'rasizlar. Bizanikilar yangi, endi boshlangan ish. Shuning uchun ehtiyot bo'lib yuramiz. Bu xavfli ish lekin bor. Bitta ushasi bo'ldi, hammani olib kirib ketadi. Ana uy bizning bekinadigan joyimiz. O'tga yukli keladi, biz uni tashib kelamiz. Shunaqa. O'zinglar yaxshimisizlar? Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 500 ta bo'lsa, Telegram kanaliga ham o't qo'yinglar. Kanal biosida bor, Telegram kanal ссылкасы 500 ta bo'lsa, obunachilar bilan video olamiz. Ulashmachoqmi, nimadir bekinmachoqmi video olamiz. Shuning uchun birinchi lokatsiya hozir ustaxona ekan. Mana bir qizil ko'p yonib turadi deyishotdi. Prosta ko'proq oylik olish uchun, tezroq ko'tarilib olish uchun shu ishga kirdim. Sal yaxshiroq ko'tarilib olsam, keyin ketaman. Chunki bu noqonuniy ish, menga kerak emas amalga ketish. Tinchgina shu zakazni berib olib, zakazdan videoga olish mumkin emas. Shuning uchun zakazni berib olib videoni yoqaman. Bo'ldi bolalar, zakazni berib oldim. Bolalar deyman, obunachilar deyman. Mayli, obunachilar deymiz. Chunki qizlar ham bo'lsa, videoni ko'rayotgan qizlar ham bo'lsa, bolalar demaymiz, qizlar. Shuning uchun obunachilar video zakazni berib oldim. Endi ikkinchisiga ketdim. Ammo odam adashib ketibdi. Qorlar ham erib yuvib ketdi. Ana archani ham olib tashlashdi. Keyin bizga o'sha klientlar chivi berish mumkin. Azay chivi. Har xil berish mumkin. Yoki bermasligi ham mumkin. Keyingi zakaz shu degan tepada. O'tdi mashina bemalol yuramiz. Umuman g'alati yo'lda yashayman. Tushamiz beramiz. Buni ham videoga olamayman. Mumkin emas umuman videoga olish. Zakazlarni shuning uchun berib olib videoni yoqaman. Bular $100 chivi berishdi, yaxshi. Oylik kunlik berishadi pullarni. Chunki bu zakaz ancha qimmatga tushadi. Kunlik berishadi. Qancha ko'p zakaz olsam, shuncha bo'ladi.
lekin yaxshi. Bu hozir biz endi boshlanganmiz, shuning uchun bizda uncha ko'p sharoit yaxshiroq emas, shuning uchun. Lekin oylikni berishadi, yaxshi. Bu mashina ham meniki emas. Bilasizlar, men arендаga turaman. Shuning uchun bitta mashina sotib olib, endi o'zim mashinam bo'lgani yaxshi. Sotib olib, keyin bitta uy olmoqchiman. Keyin 2-3 biznes olib qo'yib, bo'ldi, bu ishdan ketaman. Pul yaxshi beradi, buni xavfli-da. Yomon qizlar ham ko'p yonadi. Tezligini ko'ra boshlaydi mashinani. Rus nomer, lekin bu rus nomer, shuni ham almashtirish kerak nomer. Поворотникka yoqib turib. Tezroq 500 ta bo'lsa, hozir 450 tamiz. Obunachi tez yig'iladi, yaxshi. 1000 ta bo'lsa, undan ham yaxshi. Obunachilar bilan video olamiz. Chiqibdi bo'ldi. Shuni to'g'rilab yo'q qoldim. Endi Semiyaga borsak, yana zakaz bormi gaplashamiz-da. Zakaz bo'lsa tashab ketamiz. Keyin ko'pchilik video olaylik yoki birga video olaylik deydi. Telegram kanalda 50 ta bo'lsam, ana nimada YouTube kanalida 500 ta bo'lsam, ana o'shanda hamma bilan birga video olamiz. Qanaqa video bo'lsa? Qo'llashmacha, bekimacha bor. Yana boshqa videolar bor, shunaqadan olamiz. Ana gelik, mashit xo'jayin o'zimizdan mashinasi. Oradan so'radim, hozircha zakaz yo'q ekan. Keyin zakaz bo'lsa, o'zligi telefon qilishar ekan. Hozir menga xo'jayinim $5000 berib yubordi. Ana $100 bilan. Yaxshi shu bilan. 5100 bo'ldi. $5000 ikkita zakaz olib bordim. Agar undan ham ko'p zakaz olib borsam, yuray. Tezroq yursa bo'lmaydi. Undan ham ko'proq zakaz olib borsam yaxshi. $5000. Hozir uyga boraman-da, arendaga $500 berib qo'yib, keyin mashinalar qarayman. Mashinalar narxini qarayman, to'g'ri. Narxini qarab, keyin qilamiz. Keyin sizlarda qanaqadir ideya bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiringlar. Men uni o'qib, ideya yaxshi bo'lsa, video qilib chiqaraman. Qornim och, narsa olsam bitta yeyishga. Kirib narsa zakaz qilib yeb chiqaman. Maza qilib yeb oldim. Burger bilan Pepsi ichib yeb o'tirdim. Endi uyga borib ko'ramiz narsalarni. Mashina, keyin uylarni ham narxini ko'raman-da. Agar yaxshi bitta uy bo'lsa, olib boraman. Shtraf kelsa men to'lamayman. Ilar bu rossiyskiy nomerda, bunga shtraf kelishini bilmayman. Keladimi yo'qmi? Kerak. Rossiyskiy bo'lgani uchun bu avtomat korobka.
O'zimizaniki bo'lganda mexanik bo'ladi. Hozir bu yerdan nariga o'tsam bo'lmaydi, o'shaning uchun bitta voy solib qoldi. Bitta farqli o'tib ketaman. Sekin aylanib bu tushunay tortib qo'yib, mashina o'chirib tushamiz. Endi qoplaymiz. Bu narsalarni ko'rib, ozgincha dam olib videoni yoqaman. Hozir zakaz tushdi. Kechasi xaridlar. Uxlab o'tirdim. Mashinalarni qaradim, narxlari yaxshi lekin narxlar. Endi bitta birinchi uy olaman yoki mashina olaman. Tezroq zakaz berib kelsam. 4 ta zakaz berdi. Ikkitasi bitta joyga. Qo'ygani har. Ularga lekin $30,000 beraman. Yaxshi. Keyin bizga yangi ishchi keldi. Bu mashinani yangi ishchi Vay. Ana tez yurishroq bo'ldi. Mayli, ozgincha parcha bo'ldi. Buni qildirib berdim. Yangi ishchiga bu mashinani berar ekanman. Menga boshqa mashina zakaz qilishibdi. Qanaqaligini kelganda ko'rasan deyishdi. Hozir kirib chiqaman. Tez zakazni olib kirib chiqsam. Hozir ozgincha urib olganimni aytdim. Shunaqa bitdi ishdi. Hozir zakazni tashlab kelsam. Ertaga menga mashina olib kelishar ekan. Buni berib olaman. Ertaga shotga olib kelib tashlab ketaman. Buni o'ziga qildirishar ekan. Sekin aylanib zakazlarni tezda borib tashlaymiz. $30,000 olib uyga borib qo'yamiz. Mazza. Tez yur. Aşağı sekin yurishadi devori. Oy. Tez zakazni bersam. Yaxshi zakazlar bir-biriga yaqinroq. Bittasi uzoq, o'tagi qishni qilmaydi. Bunun ismi ekan. Samolyot bor deyishadi. Hemen. Mashitga sekin bekitib tashlab ketaman. Samolyot orqali. Buni bilasizlar, videoga olamayman. Bo'ldi. Buni qo'ydim. Sekin chiqarsam endi. Yaxshi chiqib oldim. Endi ikkinchisi mana dedi. O'tiramiz. Mana ishdiki. Ana shu yerda hozir odam keladi. O'shanga berib olaman. Ungacha kutib turamiz. Bu zakazdan berib oldim. Bu odam chiviga $500 berdi. Yaxshi. 500.
Endi hozir ikkinchisi moshina bozorda ekan. 4-chi dakikasi to'g'ri. Shu tezroq yashilyapti. Avratlikka qamiz. Endi yaxshi. O'tdik. Ishim yo'q ekan o'tiraveramiz. Просто tezroq borsam TV ham berishadi, bonus ham berishadi. Shuncha tez qarayman. Mashina orqasida edi. Hozir bu yerda odam chiqadi. Sekin. Bo'ldi, berdim. Bu odam $100 berdi. Yaxshi. Endi bazaga borsam, mashinani tashlab ketaman. Chunki tashlab ketsam, buni remont qilishadi. Или buni yangi ishchiga berishadi, menga yangidan kelishadi. Saqli. Bular yomon shantaj bo'ladi. Shantaj qiladi. Hozir ham tegani yo'q, to'xtab turadi. Hamma ketamiz. Yomon uyqum keldi dedi. So'xlay. Mashina o'tib ketamiz. Hozircha bu shaharda kameralar yo'q. Agar bu avariyalar bo'lsa, kamera qo'ysa kerak. Chunki hamma yaxshi yuradi deb tinchgina sekin yuradi. Bo'ldi. Video chiqibdi. Ishni tashlab ketdim, mana shunda. Semyani yaqinda ustaxona bor, tashlab ketdim. Bo'ldi. Keyin o'sha gapim bu yerda hamma tinch yuradi. O'shanga kameralar yo'q bu yerda. Bu mashina tez bo'lganiga sal gaz bossa ham ketib qoladi-da tez. Shuning uchun men pul oldim. Bunga 20 ming berishdi 4-8 ga. Mayli, hozircha menda $54,500 bor. Mazza 54,000. Endi uylarni qarayman, uyli bo'lsa sekin olaman. Hammaga xayr, bugungi video tugadi. Keyingi video chiqishi uchun 50 ta like bersanglar, keyingi video chiqadi.